Assalomu alaykum hammaga. Bugungi 16-elementimiz oltin gugurt haqida gaplashamiz. Oltin gugurt atom raqami 16 bo'lgan kimyoviy elementdir. Oltin gugurt kimyoviy belgisi S. Lotincha nomi sulfur. Oltin gugurt qadimdan ma'lum. Endi xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, atom raqami 16, atom massasi 32, normal sharoitda qattiq, rangi sariq, klassifikatsiyasi metalmas bo'ladi. Elektron manfiyligi 2,5, qaynash temperaturasi 717,87 Kelvin yoki 444,72 Selsiyda, erish temperaturasi 383,36 Kelvin yoki 115,21 Selsiyda bo'ladi. Zichligiga keladigan bo'lsak, 2,08 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. Oltin gugurtda kristal panjarasi mana shunday tuzilgan. Endi bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, oltin gugurtda kimyoviy belgisi S, atom tartib raqami 16, nisbiy elektromanfiyligi 2,5, atom massasi 32, elektron konfiguratsiyasi 3s2 3p4. Endi tasviriga o'tsak, Tioga tabiiy gaz koni Shimoliy Dakota, AQSh yaqinida topilgan oltin gugurt bo'lagi. Mana ko'rishimiz mumkin. Endi atom tuzilishiga o'tsak, atom tuzilishida 16 ta elektron bor, 16 ta elektron harakatlanadi va markazida 16 ta protoni bor, 16 ta neutrondan tashkil topgan bo'ladi.